Hay, o'zingni bos. Nima bo'ldi? Men senga aytayman, nima bo'ldi? Ha? Jahl qilasan. Fozil. O'zingni bos. Jahl qilishini qaranglar. Nima bo'ldi? Saqmaydi. Nima bo'ldi? Daqqa, tegmaydi, qo'rqma, men borman. To'g'ri aytay. Hay, yutqizib. Jimay. Yutqizib qo'ysang, nega ko'tara olmaysanmi? Ko'r. Jahl qilma menga. Bo'ldi, o'zingni bosyapman. Hozir kaltaysan, ey. Tur, ukam. Ha? Hay. Bo'ldi. O'zingni bos. Jep. Bo'ldi, yutqizsang hech narsa qilmaydi. Shu, to'g'ri, hozir kaltaysan deyapman. Ho, jahl qilma ukam. Bo'pti, yutqizish ham kerak-da. Boshidan kurashasan, tushundingmi? Xo'sh, Foziljon, nima bo'ldi ukam? Nima jahl qilyapsan? Boyaga yo'qotganda jonchi katta ekan. Jonchi katta chunki bor. O'qda yutganda uni, ana cho'qoq deyapti o'zi. Chaqaloq deyapti seni? Sen jon. Shu bitta gapga urmoqchi bo'lding buni. Yo'q, anaqa kichik cho'qoq ketadi menga. Bor, etiga. Bu yoqqa kelgan ukam. Zuhriddin. Nima bo'ldi? Vaziyatni tushuntir menga. Kurashayotgandek so'kori keyin bo'g'dim, taslim qilib orqamga yugurib ketdi. Ha, yutqizganingga jahl qilgansan, to'g'rimi? Bu yaxshi emas, ukam. Tushundingmi? Keyin safar eshit. Yana shunaqa jahl qilsang, nakazat qilaman, tushundingmi? Jazolayman. Kechirim so'ra so'kkaning uchun. Bunaqa. Jim tur, kechirim so'ra dedim. Kechirdim. Kechiring de, kechirdim dema. Sen ham kechirim so'ra so'kkaning uchun. Da quchoqlashib qo'ylaring, kelishib olaring. Bitta zalda urishib yurmalaring.